Salom. Bu bugungi ma'ruzani o'qiydigan usta Sharon Rose. Bugun men Atomic qanday kompaniya ekanligi va qanday qilib muvaffaqiyatga erishishimiz mumkinligi haqida gaplashmoqchiman. Bugun ishtirok etgan har bir kishi tish cho'tkasi va tish cho'tkasi kabi kundalik ehtiyoj vositalaridan foydalanadi. Tugilganimizdan olimimizgacha foydalanadigan bu zaruriy narsalar bizni muvaffaqiyatli qiladi. Endi birma-bir ko'rib chiqamiz. Hepsi burada va Trendyol saytlaridan tez-tez foydalanasiz, to'g'rimi? Bu saytlardan foydalangan holda pul topgan odam bormi? Foydalanishga ko'p pul sarflaganmiz, lekin pul topgan odam yo'q bo'lsa kerak. Lekin agar Atomic saytini ishlatsangiz, pul ishlashingiz mumkin. Bugungi ma'ruzani oxirigacha tinglasangiz, buni tushunasiz. Avvalo, biz yashayotgan dunyodagi savdo tizimini ko'rib chiqamiz. Barcha mahsulotlarning o'z ishlab chiqaruvchisi bo'ladi. Keyin ishlab chiqaruvchidan mahsulotni sotib oladigan birinchi darajali ulgurji sotuvchilar bor. Shundan so'ng, birinchi darajali ulgurji sotuvchidan mahsulot ikkinchi darajali ulgurji sotuvchiga o'tadi. Ikkinchi darajali ulgurji sotuvchidan esa biz foydalanadigan offline do'konlar yoki onlayn savdo maydonchalari bo'lgan chakana sotuvchilarga o'tadi. Biz iste'molchilar asosan shu chakana sotuvchilardan mahsulotlarni sotib olib foydalanamiz. Masalan, 400 liraga ishlab chiqariladigan quyoshdan himoya kremiga misol keltiraylik. Agar ishlab chiqaruvchi quyoshdan himoya kremini 400 real yoki liraga ishlab chiqarsa, asosiy ulgurji sotuvchi uni 500 liraga sotib oladi. Ishlab chiqarish narxi 100 liraga oshdi. Va uni ikkilamchi ulgurji sotuvchidan 600 liraga sotib olganingizda, narx yana 100 liraga oshadi. Ushbu mahsulotni onlayn savdo markazlarida yoki offlayn do'konlarda 700 liraga sotib olishingiz mumkin. Nihoyat, iste'molchilarimiz mahsulotni 800 liraga sotib olishadi. Ishlab chiqaruvchi tomonidan 400 liraga ishlab chiqarilgan quyoshdan himoya kremi bir nechta tarqatish bosqichlaridan o'tgandan so'ng 800 liraga tushadi. Bu umumiy tarqatish jarayoni. Biroq tarmoq marketingining tarqatish usuli tarqatish jarayonida ushbu yangilikni yaratdi. Atomic ushbu tarmoq marketing usuliga asoslangan tarqatish tuzilmasiga ega. Tarmoq marketingining mohiyati vositachini yo'q qiladigan va ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarni to'g'ridan-to'g'ri bog'laydigan, yaxshi mahsulotlarni arzon narxlarda yetkazib beradigan tarqatish usulidir. Atomic ushbu tarqatish usuliga amal qiladigan kompaniya. Yaxshi sifatli premium mahsulotlarni juda arzon narxda taqdim etadigan tarqatish tuzilmasiga ega bo'lgani uchun butun dunyo odamlari Atomicni yoqtiradi va shu sababli kompaniya juda tez o'sib bormoqda. Buning isboti sifatida butun dunyodagi ko'plab to'g'ridan-to'g'ri savdo kompaniyalari orasida reyting tuzilganida bizning Atomic bemalol to'pontalikdan joy oldi. Aynan shunday tarqatish tuzilmasiga ega bo'lganimiz uchun men ishlatib ko'rgan Atomic mahsulotlarni boshqalarga tanishtirsam, men kabi aqlli iste'molchilar soni tobora ortib bormoqda. Yanada hayratlanarlisi shundaki, shunday ajoyib Atomic muvaffaqiyat vositasidan faqat shu Atomic Shop ilovasi orqali foydalanish mumkin. Endi ayrimlar quyidagi savolni berishlari mumkin. Haqiqatan ham Atomic mahsulotlarining sifati brend mahsulotlaridek yaxshi va narxi ularga nisbatan arzonmi? Atomic mahsulotlari mutlaq sifat, mutlaq narx shiori ostida sotiladi. Atomic orqali tarqatilayotgan barcha mahsulotlar sifati eng yuqori darajada bo'lib, narxi esa boshqa hech bir kompaniya bu narxda sota olmaydigan darajada arzon qilib sotiladi. Shu tufayli u butun dunyo bo'ylab odamlar tomonidan sotib olinishi mumkin bo'lgan mashhur hashamatli buyumga aylandi. Atomic mahsulotlari haqida ishonchi komil bo'lmaganlar bilan ishonch bilan gaplashmoqchiman. Atomic dunyodagi eng yuqori sifatli mahsulotlarni taklif etadi va ularning narxlari shunchalik pastki, boshqa hech bir kompaniya ularga teng kela olmaydi. Men sizga dalillarni ko'rsataman. Bu Atomicning eng mashhur absoluti Selective Skincare to'plami. Bu mahsulot shunchaki oddiy terini parvarish qilish mahsuloti emas, balki ilm-fanning ozi. Chunki bu Koreyada ishlab chiqarilgan yagona kosmetik mahsulot bo'lib,
Koreya hukumati agentligining eng yuqori ilmiy va texnologik mukofoti bo'lgan King Sejong mukofotiga sazovor bo'lgan. Va bundan tashqari, u ko'plab mukofotlarga sazovor bo'ldi va rasman Koreyadagi eng sifatli kosmetika sifatida tan olingan. Bu tuxum qarishni qat'iy to'xtatadi va qarishga qarshi ta'sirdan tashqari terini qarishdan oldingi holatiga qaytaradigan qarishni kamaytiruvchi ta'sirga ega. Absolute Selective Skincare to'plami ajoyib texnologiyalar bilan to'ldirilgan. Ayniqsa, yuqori tozalikka ega o'simlik ekstrakti, ekv moddalari juda qimmat xomashyo hisoblanadi. Dormin, Yosemite ekstrakti, lupin oqsili kabi tarkibiy qismlar maksimal darajada qo'shilgani uchun antioksidant xususiyati juda kuchli va terining qarishini oldini olishda juda samarali. Bundan tashqari, Atomining o'ziga xos texnologiyasi yordamida terining chuqur qatlamlariga tarkibiy qismlarni to'g'ri yetkazib beradigan Smart kapsula texnologiyasi va saraton hujayralarini nishonga olishda ishlatiladigan targeting texnologiyasi orqali teridagi muammoli joylarni o'zi topib, ularni hal qilishga yordam beradi. Butun dunyoda bunday tarkib va texnologiyaga ega yana boshqa kosmetika mahsuloti bormi deb o'ylaysizmi? Va Atomi mahsulotlari iste'molchilar tomonidan samarali ekanligi isbotlangan. U butun dunyo bo'ylab turli irqlar va teri turlariga mos ravishda ishlab chiqilgan va natijada ko'plab Atomi a'zolari terining yaxshilanishi, sog'ligi va baxtini his qilmoqdalar. Jami 6 ta Atomi Absolute Selective Skincare mahsuloti mavjud. Bu Atomi mahsulotini to'g'ri ishlatish juda muhim. Ayniqsa uni yuzni tozalash uchun mo'ljallangan Evening Tare-set bilan birga ishlatsangiz yanada yaxshi natija beradi. Men ham Atomi bilan tanishganimda to'g'ri foydalanish usulini o'rgandim va qo'llay boshlaganimdan so'ng terim juda sog'lom va chiroyli bo'ldi. Sizlar ham avval o'zingiz foydalanib ko'ring, keyin boshqalarga foydalanish usuli va o'z tajribangiz orqali Atomi mahsulotlarining ajoyib samaradorligini his qildiring. Atomi mahsulotlari qanchalik yaxshi va arzon ekanini ko'rsatish uchun yana bir misol tayyorladim. Dunyo bo'ylab Atomi Absolute Selective ampula bilan eng ko'p taqqoslanadigan ampula bu Estee Lauderning ushbu ampulasidir. Atomi Coke ampulasining 40 ml-si 1530 lira, jigarrang ampulaning 50 ml-si 1500 lira turadi. Faqat narxiga qarasak ham, Atomi ampulasi ancha arzon ko'rinadi, to'g'rimi? Keling, biroz batafsilroq ko'rib chiqamiz. Bu yerda yigilganlarning barchasi qaysi mahsulot yaxshi ekanini aniqlay oladigan aqlli iste'molchilardir. Bir qarashda ham Atomi Coke ampulasi ancha yaxshi bo'lishiga qaramay, juda arzon ekanini tushunasiz, to'g'rimi? Shuning uchun men Atomi mahsulotlaridan foydalanishning o'zi ham har kuni baxtim oshayotgandek his qilaman. Shuning uchun uyda ham, 2 kunlik seminarda qatnashganimda ham, hatto avtohalokatdan so'ng shifoxonada yotganimda ham, qayerda bo'lmay, har doim Atomi mahsulotlaridan foydalanaman. Agar siz Atomi biznesini o'rganmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish do'koningizni o'zgartirishdir. Men foydalanadigan Atomi, ya'ni men ishlatadigan kundalik mahsulotlarni Atomi do'koniga almashtirish birinchi bosqichdir. Hozirda Atomida 100 ga yaqin mahsulotlar mavjud. Va doimiy ravishda yangi mahsulotlar Turkiyada ham chiqarilmoqda. Bundan tashqari, Koreyada sotilayotgan 600 ga yaqin yangi mahsulotlar ham tez orada chiqarilishi rejalashtirilgan. Shuning uchun hozir mahsulotlar soni kam deb hafsalangiz pir bo'lmasin. Avval mavjud mahsulotlarni ishlatib ko'ring. Atomi kompaniyasi va keyin daromad tuzilmasi haqida o'rganib, muvaffaqiyat sari har bir bosqichni tayyorlab boring. Agar siz ishlatayotgan mahsulotlaringizni Atomi do'koniga almashtirgan bo'lsangiz, endi men kabi Atomi do'konidan foydalanadigan aqlli iste'molchilarni topishingiz kerak. Aqlli iste'molchilarni topishning juda ko'p usullari bor. Odamlarni topib, ularga Atomi haqida tanishtirish ham mumkin. Birga-bir biznes tushuntirish, undan keyin liderlar egilishi, mahsulot sotish, iste'molchilar egilishi, mahsulotni sinab ko'rish va boshqalar mavjud. Ular orasida eng samarali 3 ta usulni tavsiya qiladigan bo'lsam, bu bevosita borib sotish va mahsulotni sinab ko'rishdir. Mahsulotni o'zingiz ishlatib ko'rish yoki uni bevosita sinab ko'rishdan ko'ra ishonchliroq usul yo'q ekan. Shunday qilib yigilgan iste'molchilar va Atomi haqida qiziqqan odamlar bilan birga Atomi tizimiga qatnashish kerak.
Qatnashib ko'rganlar bilishadi, bu juda quvnoq va foydali vaqtlar bo'ladi. Atomiy tizimida asosan to'rtta asosiy yo'nalish bor. Iyun oyida juda katta o'tkazilgan Suchess Academy, undan keyin turli hududlarda bo'lib o'tadigan Oneday seminar, hozir davom etayotgan Triumph zom egilishi va har bir guruh bo'yicha o'tkazilayotgan guruh zom egilishlari mavjud. Bir marta Atomiy rasmiy seminariga qatnashgan odamlar Atomiyning vizionini aniq his qilishadi. Shuning uchun sizlar bilan birga biznesda qaror qiladiganlar ham ko'payadi. Endi sizlarni eng ko'p qiziqtiradigan atomiy daromad tuzilmasi haqida tushuntirib beraman. Atomiyda kerakli shartlar bajarilganda komissiya shaklida daromad olish mumkin. Avvalo, oddiy komissiya haqida ma'lumot beraman. Atomiy a'zoligini ro'yxatdan o'tkazishda ozimni markaz qilib, chap va o'ng tomonga ikki qatorda a'zolarni ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Atomiy a'zoligini ro'yxatdan o'tkazish juda oddiy. Atomiy a'zoligini ro'yxatdan o'tkazish bepul bo'lgani uchun chap yoki o'ng bosh joyga homiy a'zo raqamini kiritsangiz, a'zolik rasmiylashtiriladi. A'zolik rasmiylashtirilgan zahoti o'sha it orqali xarid qilganingizda har safar pul yigiladi. Bu atomiy foydasini belgilaydigan nuqta. Har bir atomiy mahsuloti turli xil pulga ega. Agar odatda bitta xonadonda ishlatiladigan mahsulotlarning pul qiymatini tekshirsangiz, oyiga taxminan 300 ming pulni tashkil qiladi. Bu umumiy komissiya olish uchun shart. Agar men shaxsimni tasdiqlovchi hujjat bilan 300 mingta fotovoltaik sotib olsam va chap va o'ng guruhlarimning har biri 300 mingta fotovoltaik to'plasa, men taxminan 1291 lira daromad olaman. Bu miqdor soliqni o'z ichiga oladi. Sizning qulayligingiz uchun biz Atomiyning umumiy komissiya shartlarini tuzdik. Ortada shaxsiy guvohnoma bor va bu mening guvohnomamda to'plangan guvohnoma shartlari. Agar chap va o'ng tomonda 300 mingta fotoapparat yaratsam, taxminan 1250 lira miqdorida komissiya olaman. Lekin Atomiyda biz umumiy komissiyalar bo'yicha limit belgiladik. Shunday qilib, siz umumiy komissiya sifatida kuniga 30 ming liragacha olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, har kuni 30 ming lira olasiz. Yaxshi his qilmayaptimi? Atomiy bu cheklovlarni o'rnatganning sababi bor. Atomiyda bizning maqsadimiz shunchaki bitta nihoyatda boy odamni yaratish emas. Atomiyda bizning maqsadimiz ko'plab kichik millionerlarni yaratishdir. Va Atomiy umumiy komissiyasi belgilangan to'lov sanasiga ega. Masalan, 4-dan 10-gacha 31 kunda umumiy komissiya olinishi mumkin. Umumiy komissiya tizimi bu kunlik komissiyalar 7 kun davomida to'planadigan va keyinroq to'lanadigan tizim. Ikkinchisi master bonusi. Master bonus bu siz darajaga yetganingizda beriladigan komissiya. Atomiyada 7 darajali daraja mavjud. Avvalo, men sizga qanday qilib savdo ustasi bo'lishni aytib beraman. Ular orasida birinchi o'rinda. Agar siz atomiy mahsulotlardan doimiy ravishda foydalansangiz, ularni boshqalarga targ'ib qilsangiz, sotsangiz va boshqalar bilan baham ko'rsangiz, ko'p odamlar sizga qo'shilishadi. Va 1dan 15gacha chap va o'ngdan keladigan savdolar har biri 2,15 million pulga yetganda, siz savdo ustasiga aylanasiz. Xuddi shunday, agar ikkala tomonning savdosi 16-kundan oy oxirigacha 2,15 million pulga yetsa, siz savdo ustasi bo'lasiz. Shu tarzda Atomiy sizga oyiga ikkita mahorat darajasiga erishish imkoniyatini beradi. Oddiy qilib jadvalda ko'rsatsak, 15 kunlik davrda chap va o'ng guruhlarda har birida 30 ming pullik 8 tadan xaridor chiqarsangiz, siz savdo ustasi bo'lasiz. Bitta odam aniq 30 ming pullik xarid qilishi kamdan kam uchraydi. Shuning uchun 15 kun davomida ishlasangiz, chap va o'ngda har biri 2,5 million pul to'planadi. Savdo ustasi darajasiga yetganingizdan so'ng, siz soliqni qo'shgan holda taxminan 20 ming lira olasiz. Bu oddiy komissiya va master bonusining yigindisidir. Agar men ushbu savdo mahorati bo'yicha bilimlarimni quyi rahbarlarim bilan baham ko'rsam va chap va o'ng tomonda ikkita savdo ustasini yaratsam, men olmos ustasiga aylanaman. To'rtinchisi, bu o'quv markazlarini ochadigan markaz direktorlariga beriladigan topshiriq. Shuning uchun bugun men faqat uchinchisi, master rag'batlantirish haqida gaplashaman.
Magistr darajasini oshirish – bu birinchi marta unvonga erishganlarga beriladigan bir martalik mukofot. Olmos ustasidan imperial ustasigacha bunga har ikki tomonda ikkita pastki daraja yaratish orqali erishishingiz mumkin. Har ikki tomonda 2,5 milliondan ortiq savdosi bilan savdo ustasi bo'lganingizda, siz aksiya sifatida bitta Absolute Celestive Skin Tare to'plami va bitta Evening Tare to'plamini olasiz. Atomidagi ikkinchi darajali Diamond Masterdan boshlab, siz savdo orqali emas, balki ikkala tomonda ikkita pastroq darajaga ega bo'lishingiz kerak. Agar chap va o'ng tomondan ikkita savdo ustasi darajasiga erishsam, men olmos ustasi bo'laman. Diamond Master bo'lganingizdan so'ng, siz taxminan 20 ming lira miqdoridagi pul aksiyasi, yana bir Absolute Skin Tare to'plami va yana bir Evening Tare to'plamini olasiz. Agar har ikki tomonda yana ikkita olmos ustasi paydo bo'lsa, men Sharon Rose ustasiga aylanaman. Master Sharon Rose bilan boshlab, siz bir vaqtning o'zida naqd pul aksiyalari va sayohat voucherlarini olasiz. Siz taxminan 44 ming lira va ikkita sayohat paketini olasiz. Agar chap va o'ng tomonda yana ikkita Sharon Rose ustasini yaratsam, men yulduz ustasiga aylanaman. Shu paytdan boshlab u biroz yuqoriroq bo'ladi. Naqd pul reklamasi shunga o'xshash narsa. Siz taxminan 220 ming lira va 4 ta sayohat paketini olasiz. Bundan tashqari, agar men chap va o'ng tomonda ikkita yulduz ustozini yaratsam, men qirollik ustoziga aylanaman. Bu vaqtda siz taxminan 1 million 130 ming lira miqdorida naqd pul aksiyasi, 4 ta sayohat paketi va homiylik faoliyati uchun to'lov sifatida oyiga 44 ming lira, shuningdek, avtomobil ijarasi to'lovlarini olasiz. Agar chap va o'ng tomonda ikkita qirollik ustozini yarata olsam, men toj ustoziga aylanaman. Bu safar esa siz taxminan 807 ming lira miqdorida naqd pul aksiyasi va yana 4 ta sayohat paketini olasiz. Shuningdek, oyiga 11 ming lira atrofida homiylik faoliyati uchun to'lov va avtomobil ham beriladi. Va hammamizning maqsadimiz bo'lgan imperial ustoz bo'lish uchun chap va o'ng tomonda har biri ikkita toj ustozini yaratish kifoya. Bu vaqtda siz taxminan 24 million lira miqdorida naqd pul aksiyasi va 4 ta sayohat paketini olasiz. Va siz faqat oylik homiylik faoliyati uchun 220 ming lira olasiz. Siz mashina, hashamatli mashina, shaxsiy yordamchi maoshi, ofis ijarasi, haydovchi maoshi va boshqalarni olasiz. Bu chindan ham ajoyib emasmi? Buni har ko'rganimda shunchalik hayajonlanamanki, uxlay olmayman. Atomiy biznesini yuritish jarayonida biz oladigan umumiy naqd pul aksiyalari taxminan 33,43 million lirani tashkil etadi. Agar siz 10 yil ichida imperatorlik ustozligiga erishaman deb o'ylasangiz ham, bu yiliga 3 million 340 ming lira olish bilan barobar. Shunchaki bu pullik reklama haqida o'ylayapman. Sizlar juda katta miqdorda pul topasizlar. Atomiy Global Distributorlik kompaniyasi. Hozir sizlar dastlab Turkiyada ish boshlaysizlar, lekin vaqt o'tgan sari a'zolaringiz boshqa ko'plab mamlakatlarda ham ko'payib boradi. Men ham dastlab Koreyada atomiy biznesini boshlagan edim, lekin hozir mana shunday ko'plab insonlar Turkiya oilasi bilan birga bu ishni davom ettiryapman. Atomiy hech qanday kichik biznes emas. Men imperator ustoziga aylanganimda 4 ta toj ustozi, 12 ta qirollik ustozi, 36 ta yulduz ustozi va hokazo bo'ladi. Juda ko'p sonli ustozlar tugiladi. Faqat sotuv ustozlari oladigan komissiyalarni yigib hisoblasak ham, mening pastki darajamda taxminan 20 million lira miqdorida pul hosil bo'ladi. Endi, agar bu yerga olmos ustozdan boshlab toj ustozigacha bo'lganlar oladigan komissiyalarni ham qo'shsak, bu imperator ustozi tufayli haqiqatan ham juda katta pul hosil bo'ladi, to'g'rimi? Agar sizlar atomiy biznesini boshlagan bo'lsangiz, albatta shu muvaffaqiyatli insonlar klubini maqsad qilib oling. Atomiy orqali muvaffaqiyatga erishish degani, aynan shu muvaffaqiyatli insonlar klubiga yetib boradigan yo'ldan boraman degani. Bu jarayonda sizlarning guruhingiz va o'zingiz ham asta-sekin muvaffaqiyatga yaqinlashib borasiz. Koreyada o'tkazilgan Suches Akademiyada 13-imperator ustozi dunyoga keldi. Men o'sha kuni bevosita atomiy bosh ofisda imperator ustoz darajasiga ko'tarilish marosimini ko'rdim. Va aynan shu paytda yana bir bor imperator ustoz bo'lishga qat'iy qaror qildim.
Shuningdek, sizlarni ham imperator ustoz darajasiga yetkazishga qat'iy niyat qildim. Bu marosimda e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihat shuki, atomiy biznesi oilaviy biznesga ham aylanishi mumkin. Ogli imperator ustoz bo'lib, onasi esa Chrom ustoz darajasiga yetdi. Qizi va kuyovi esa er-xotin biznes hamkori sifatida royal ustoz bo'lishdi. Dunyoda butun oila shunday muvaffaqiyatga erishadigan bizneslar qancha ekan deb o'ylaysiz? Azizlar, orzularingizni katta qiling. Kichik orzuga ega odamlar katta muammolarga duch keladi. Katta orzuga ega odamlar esa faqat kichik muammolarga duch keladi. Lekin super orzularga ega odamlar hech qanday muammoga duch kelmaydilar. Men imperator ustasi bo'laman. Bugun yigilganlarning barchasi imperator ustasi bo'lish orzulari bilan sammitda uchrasha olishlariga chin dildan umid qilaman. Bu ma'ruzani yakunlaydi. Rahmat.